Assalamu alaykum tordaşlar. Abayqı naq meydanını qaytadan qilish to'g'ri keldi. Jiqla parchalanib ketdi dedi. Tünögün manga ayrim xonamda 70-80 odamdan shu Suriyadan apsini qutqizgan bir ayolninki bir xonimninki temisini manga ivatganlik uchun men asta inkas yozdim. Kirib ko'rib baqsanglar bo'ladi. İnkas yazgandan keyin u manga qarshi fikr yozdi. Ahiretde sorğunu verse dep durup ondan keyin ayrım sözlü şeylerim ayrım sözleştim onun da bir nait perihning çoğunluğunu bu apis üçün çıkan ayal emas er ekan o men bilen sözleşken ondan keyin xonimi Çalvaqap xonimi sözlep ketdi keynidan o anamızda o bu dep 70 yaş kirgan 70 yaşdan aşkan bir ayal yok u yerda desem rast dedi keyin andan keyin 60 yaş kirganmi 60 yaşdan oshganmi uni bilolmaydi ekan ismini mutaza anandan keyin siz shu hajiga yo'lga solganmi qandaqsiga bu ashuni gapingiz rostmi desam oxiri gap qilaversam yo'q eri bilan ketgan dedi bunisimi aniq man ostiga parchalangan qismini qo'shib chaplab qo'yman birozdan keyin tushirib qo'ydim uzilib ketganligi uchun davotiman hamda bir narsaga nisbatan cho'qim bir uquq beqib mau nima bu pul berganda nima uchun beramiz deganlarni uquq beqib anandan keyin pul berishimiz kerakdi so'rasaqmi siz bermisingizda bo'lmadimi haq bersin bo'ldi deb qutqizmoqchi bo'lsangiz kim yo'lga soldi shuni topayli anandan keyin man shu bo'yicha aralashay bu ishga desam er bilan mangdiga o'tdi keyin hajiga degan gap yolg'on bo'lib chiqdi anandan keyin man dedim kim bilan so'zlashyapsiz desam pul yig'ilib bo'lgan chog'da andin topaman deb ashundoq dedi unda bo'lsa siz isbot ko'rsata olamsiz o'zingiz chiqa olamsiz desam turkiya degan alaydiga nima qilolmaymiz biz halol yeyotgan yo'q oqdi ko'kdi deb siz issiq uyda o'tirib olib gap qilmang degan gaplar bor bir qanchasi angladi bu man ovozga olgandim shu anadagi u yerdagilarni nima deydi bilamsiz deganda te deydi shu deb turib te degan gapni deganda shu gapdan uzilib ketdi deyman abayqi naq maydanim shuning bilan bu to'g'riliq jiq munozirlar bo'ldi lekin jiq yolg'on yerlari bor uninkining ichida anadagi bugun yana bir ayol meni men bilan so'zlashdi shu inkas yozib ekan paranglashib mushta bir ayol bor lekin 70 yoshga kirmagandi lekin mushta bir ayol bor deb o'g'li bo'lgan odam Eylik kamp emas, başqa yerdə dedi. Onda olsa o yerdəki kampdakı adamlarını mən bilətdim. Qızıl Kırıslanma var. Şular arqalı bir dəmliyim vermədisən, bir dəmlə çıxdı o gap. Rastçıl bulaylı, yalğan qaqmaylı, iqtisadınız kerak bolsa, rast özünüzдің nədə qiyinçilığınızdan tüpəylədən niməgə kerak ekanligini bilib turib, çırayınız bilan chiqib turib, anadikin qısınız boludu. Yalğançılıq qılmağın deb turib, səmimi tavsiyə qıldım. Yani aslında bir narsa yazıp koyup, aşının bir inkası yazıp koydum. Adem, sen özünü aldayamaysa, Xudanı mı aldayamaysa, bizni aldığan bilen. Lekin talay işler oldu. Aldığınki yılı, onun aldığınki yılları mı Suriye temisi de apsini ekiptir, aldığı patkuzanmayıvatkanlar var. Anandakin yalğan çıqqan, yalğandan guvatçıdan birini tepilmiş, menin apam dedip keyin Kayseri'den çıktı o. Yap yaş bir xotin. Muş yerdimi rəsva qılmadım. Pul üçün nimələrni qıvatsızlar, mən bilmədim. Eylik Ali Əkbər degan pul yıqqandı, 2000 hemşerimiz o buda. O yerdə 2000 adam yox, kesip etmə 2000 adam yox Uyg'urdan deb turib talay dedim. Qancha adam borki sen bir qarab baq. Yalğan deganni shunchalik qildi. Eylik baltaji deganmi chiqib shundaq deb baqdi. Har xil Uyg'urni mushu Ramazon paytida aldash eng osonki. Zakat deydiganmiz, o fitrni beradigan yerga beramiz biz shu hukumatning o'zining islom jamiyatining shu Norvegiya bor shu yerda savolga javob beradigan yermi bor o'sha yerga beramiz. Aniki zakatni men baldur deb bo'ldim men nimaga beraman Xitoyni xalqaro sudga berish deganga beraman dedim. Ham shu. Necha kundan keyin selib etaman. Ashunda. Onu da boshqa yerga bermayman deb turib dedim. Anandan keyin Amerikada dava qilayotgan bir xonimga pul yig'ish to'g'risida qanday qaraysiz deb turib jiq odamlar savol qo'yibdi Yaponiyadan u yerdan bu yerdan jiq odamlar savol qo'yibdi anaki Yevropadagi da'vogarlarning ichida shu da'vo qilgan guvoh
bergen bir ayalga pul jigaylı nim qıldı. Ey Avropada sosyal ba. Ekegen adam hökümetten pul berdi. Hemme yerge pul jıgsınız. Ben bilmedim nimandaq bir aç göz bir millet oket rekord buzuvitimiz dedim o dünya rekordunu buzuvitimiz biz pul jığışta. Ana degen Amerikada mı iş tepiş şunda asanken Amerikada gep yaratsınızla hizmetni. Hmm. Ben tanıydıgan xeyli tüzük yerdeki orna ba Ürümçide olsun başka yerlerdekiler berip aşağıda ailesi bilen münasır üzülüp kalgan diken nayda adli hizmetlerini kıp can bekivatkan ondak anılarını tanıyım Amerika'da. Gep orun bu musunuzla? Burunqı koymıçılıklarınızdan üzünü akını üzüvetsiniz, yaxşı yaşayalaysız. Aşı hanımma. Ben çıraylık gep qılay. Palan adam bana palan yerdim bir nəsləriniz ivetken çadımı torğu faqat koymadım. Sebebi kol kolunu tanıydı. Özünüz izlep aşına olan aşı pul muamedişinizni hal qılgan bolsanız dep turup samimi tavsiye qıldım. Bilmeydi degan narsalar bek asan bilinib qoladi. Adam uçukchilik chiqqan chaqda texmi oshda poqlarimiz bor bo'lsa, mana men deb turib chiqib qoladi. Lekin ishlab turib keynini uzsangiz bo'ladi pulingizdan. Ammo siz Uyg'ur davosiga deb turib menga pul kerakdi, og'rib qolgandim, oqqan, ko'k qildim deb turib qilish bu bir xil ajoyib bir ish. Menga bir er kishi shunda jiq narsalaringizdan qo'shib ivetgan vaqtida men özünü izden dep durup samimi tavsiye qilgandim. Er kishimi, ayol kishimi tang ishlash kerak. Chet ellarga chiqqandan keyin u siz jiq ishlardan qutuldum deb o'ylasangiz bo'ldi. Jon beqishning yo'ligini izdan, jon beqishning yo'li ustida izdaning. İşlersangiz ishlaysiz. U birsidan uningdan buningdan sadiqa, anadagi zakat u bo'la bilan odam o'ynayamaydi. Zakat bilan jon boqamaysiz. Bir yillik shu oziq tulikingizni yig'ib ola olamsizmi shu bir yil jarayonida? Onu bilmadim. Ajoyib bir xil ishlar bor. Men shu zimin davos qilishimiz kerak deb tavsiya qilaman. Ham tinmay mush to'g'risida kuchayman. Shuning uchun mushundaq temalarga kirmay desam, tatilab o'ltamaydi. Esiladi. Esilgandan keyin mushtaq chiqib so'zlaymiz. Anadagi jim o'ltamisangiz mushundaq bo'ladi. Meyli Suriye temisiydi Suriye temisiga men başdan ayak aralashgan. Meni Suriyedagilar tanıydı. İşenmisanlar so'rab baksanlar bo'ladi. Beshida ash qora kiyimni yuzingizdagini nima qilib normal kiyim kiying, normal chiroyli kiyim, rangli kiyimlarni kiyinglar degan vaqtlarda uni qilmay qarshilik ko'rsatgan, u bu degan talay ishlar bo'ldi Uyg'urlarning ichida, ashlarning ichida. Ba'zilar ishkirlab kirib ketganlari bor. Ba'zilari bor yana ma'lum bir ishlar tufaylidan, chunki o'zingizniki haqiqiy ismingizni isbotlab bermadingiz, u yerda kimligingizni ko'rsatmadingiz. Aş xalqaro tashkilotlarga kimliklaringizni ko'rsatmadingiz. Shu sababdan jiq ishlar ilinib qolganligingiz uchun ash yerda turyapsiz. Rast gap qilmaysiz. Ash Ayşe deb chaqirsiz, bir muncha odam Ayşe deb qaraydi ekan. Masalan, shu kurtlar va har xil millatlar bor uning ichida. İsimlaringizni tanib ketgan. Fatima, bizda Fatima degan ism bor. Fatima deydiq. Mening singlimning ismi Fatima. Moşundaq qamdi. Qağanni özünüz yaxshi bilasiz. Aldamchilik qilmay. Men pul kerak bo'lgandi. Shuning uchun onamni setish to'g'ri keldi demay. Men pul kerak bo'lgandi deganingiz onangizni setib, onangizning yeshini bilmaydigan, ismini bilmaydigan, hech nimani bilmaydigan bundaq uch narsa yo'q inson sen vuriyman deydi Xitoylar. Aştaq adam petimchi andaq qilsangiz bek sat turdiki adam yomon. Meni oxiratda cevabını versin. Mening görüm ayrım. Ahiret özüm cevabını berme. Senin muşunun guvalık berme. Bana aldamçılık qilgan şunu men aralashgandim bir kun deb. O dünyama deyilani Facebook'larni olib ketgil olmagan ekan. Bu shu Yevropada yashayotganlarimi pul yig'ish o'ylab yiqin ishlasangiz nereden ish topolmaysiz Yevropada ishlayman desa sotsialda yetayotganlar bor. Lekin hukumat chiqqan guvohchilarni hukumat boqadi. Amerika'da iş tepiş şunda asan. 5 yıl bağında adam degen tanlamay işleydi. Yani işleysiz, yaxşıрақ yaşaysız, başkalardan pərəxlənib qalmaydan yaşaysız.
Ben öldüm başlagan bu yerde vatandan ekegen hiç nimem yok benimki. Hı. Öy elişnimi şu. Özünüz tırışıp durup alırsınız. Hizmetiniz bolgan çağda anandaki bankadan ösümlük qarz ala alaysız. Tön ösümlük. Şunu töleysіз. Aşında bir qadamdan. Ama Uygur davasını, Uygur'daki cemaatini bir xil pul yığış, altın tizeklaydigan işek degandek efendimden hikayesindek altın tizeklaydigan Uygur bop qalmaylı. Ayada vatandakilardan birisiga bir tiyin ayvatmaydigan holatda vatandan sirtirkilar degan qandaq usul bilan pul yig'mas, hele film ishlaymiz. Hele nay nay, hele çedir, hele bir nima, hele bir nima. Vay 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 vay. Hele gildan boshqa xotinlarga usul uçup ketgan, hele qiyalarga berib. Ay ay. No sizlarni musqimidinglar, ay boshqa davlatnikilar yezib qo'ydi bizdan mushundaq muncha odamni qutqizimiz deb, muncha odamni beqivyotimiz deb, muncha pul olganti deb Amerikadan bir tashkilotdan bir odam xat yezibdiki, o'yinib ketibdimi? Onun işte mollamlar var, mollamlar çıkıp ey ecnebi deysler aşılarını aldap yürüp pulağan boğan dikin tövbe deptim ama ye o roz ramzı muşketini demeycu desem bugün yine aşağıda bir yüzüp gitti kara beni bek oldu betti bekle açığım geldi dep yüzüptü nimi değil şimdi çeylik aldamcılık temizi kırıp külük ettim sen moşuna mı işyendin mi dedim. Muşunum işyendimi desem şu ben palan torbetki çıkır koyup diken şunu için ben işte beripdim artık Türkiye'ye deydi. Hey Xudayım tavuk kıldım. Yüzünü biraz kop koysanlar ey kıyını ayadı vatanımızda manda ovadıdı dep jarsa bassak silamayadın akıdın kolap yep yursanlar günümüzge vay. Oyluş bekanlar bir adamga pul bergiçimi oyluşun. Adamını biraz sürüştürüp baksınız. Ben beliqnimi yeymen, qo'y go'shtini yeymen, kala go'shtini aralashtirib yeymiz. Ela qo'y go'shtini butunlay qo'y go'shti yesa dut bo'lib qoladi deb mening xulosam u. O'ylab beqinglar endi cho'shqining ahli degandek g'arbga sayohatdimi eng rohat ko'rdig'ini cho'shqi shuning ichidagi personajlarning ichida o'ylab beqing. Xudoyim tova desam tovaday yaxshi o'ylanib beqinglar. Rahmat sizlarga.